davom ettiramiz. Keyingi hisoblashga doir misollardan bittasi. Bundan oldingi misolda aytib ketganimdek, agar biron aniq yo'lni bilmasa, majbur hisoblab chiqadi, har bittasini qo'shib chiqadi, 2 ga bo'ladi. Javob mana shulardan bittasi chiqadi. Endi ancha mehnat qilish kerak. Lekin men buni bitta optimalroq yo'lini bildim. Mana bu 11, mana bu 100 bo'lganidan keyin ikkalasining yig'indisi 111 ni beryapti-ku. Shuning uchun A deb olaman 11 ni, B deb olaman nechini? 100 ni. Endi buni yozadigan bo'lsak, A ning 4-darajasi qo'shilgan B ning 4-darajasi qo'shilgan A plus B ning 4-darajasi bo'lingan 2 bo'lar ekan. Endi qarang, agar 111 ni o'rniga nega A plus B qo'ydim? Boya aytib o'tganimdek, A plus B ning yig'indisi 100 bilan 11 ning yig'indisi 111 ni berib ketayotganligi uchun shunday qildim. Endi buni faqat surati bilan ishlaydigan bo'lsak, A ning 4-darajasi, B ning 4-darajasi, qavsni ochib chiqadigan bo'lsam, avval kvadratga ko'taraman, 4-daraja bo'lganligi uchun avval kvadratga ko'taraman. 2AB plus B ning kvadrati, shuni yana qavs kvadratni bo'lar ekan. 4-daraja bo'lganligi uchun avval kvadratga ko'tarib oldim A plus B ni. Keyin yana kvadratga ko'targan narsamni kvadratga ko'tardim. Endi mana shuni o'zini ochib chiqadigan bo'lsam, mana yerdan ochib chiqadigan bo'lsam, shuni o'zini, bu birinchisining kvadrati qo'shilgan ikkinchisining kvadrati qo'shilgan uchinchisining kvadratini berar ekan. Qo'shilgan. Endi har bittasini avval kvadratga ko'tarib chiqdim. Endi juft qilib ikkilanganini ko'paytirib topaman. Misol uchun A ning kvadrati bilan mana ikkalasini ko'paytirib, yana 2 ko'paytirsam, 4 ta A kub B ni berar ekan. Keyingi ikkinchisi bilan oxirgisini ko'paytirsam, bu 4 ta A B kubni berar ekan. 1 bilan oxirgisi 2 ta A kvadrat B kvadratni berib ketar ekan. Mana shuni o'zini soddalashtirsam. Endi mana bu yerda ham, mana bu qavsni ochib chiqqanimdan keyin, mana bu yerda ham A ning 4-chisi bor. Bu yerda ham A ning 4-chisi bor. Ikkalasini qo'shsam, 2 ta A ning 4-chisini berar ekan. Plus 2 ta A ning mana oxirgisini yozib olaman. 2 ta A ning kvadratiga B ning kvadrati. Yana B ning 4-chisi bu yerda ham bor. Mana bu qavsni ochib chiqqanimda ham bor. 2 ta B ning 4-darajasi bo'lar ekan. Keyingilarini yozib chiqsam, 4 ta A kvadrat B kvadrat qo'shilgan 4 ta A kub B 4 ta A kub B yana qo'shilgan 4 ta A B kub bo'lar ekan. Endi buni bunday yozib chiqqanimdan sabab, birinchi hamma qo'shiluvchilarda 2 bor, 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboraman. Keyin mana yerda nima qoladi? A ning 4-chisi qoladi plus A ning kvadratiga B ning kvadrati qoladi plus B ning 4-chisi qoladi. Keyin mana bu hammasidan, mana bu oldida 4 bo'lganlarni hammasidan 2 ni ochib ketdim. Yana 2 qolib ketyapti har birida. Uchalasida ham shu 2 borligi uchun uchalasidan ham 2 ni, uchalasidan ham AB ni chiqarib qo'yaman. Qavsni ichi A kvadrat AB B kvadratga teng bo'lib qolar ekan. Yana bitta qavs. Endi adashmaslik uchun mana bu katta qavsni boshqa rang bilan belgilab qo'yaylik, mana katta qavsni. Chunki ikkinchi qavs faqat mana ularga tegishli.
Endi mana buni o'zini yozadigan bo'lsam, mana buni o'zini mana bu B4 gacha bu menga a ning kvadrati plus b ning kvadratining kvadrati ayrilgan a kvadrat minus b kvadratni berar ekan. Ya'ni qavs ichi agar buni a plus b a minus b bilan ko'paytiruvchilarga ajratsam, a kvadrat minus ab b kvadrat a kvadrat plus ab b kvadrat. Endi mana bu tenglikni davom ettirsak bo'ladi. Mana buni bunday davom ettiramiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, mana bu qavs ichi bilan mana bu qavs ichi bir xil olib chiqib ketadigan bo'lsam, ikki joyda turibdi. Ana shu ikkita belgilagan qavsimni olib chiqadigan bo'lsam, qavsdan tashqariga qavs ichida nima qolib ketadi? Mana bu qolib ketyapti to'liq. Va yana ikkita AB qo'shilgan qolib ketyapti. Buni hisoblab qo'ysam, bu ham a kvadrat plus ab plus b kvadratni berib ketar ekan. Endi mana bu ikkita ko'paytuvchi bir xil bo'lganligi uchun bu ikkita a kvadrat ab b kvadratning kvadrati bo'lyapti ekan. Endi mana bu tenglikni davom ettirib yozadigan bo'lsam, mana bu yerdan tepadagi yig'indini o'rniga endi mana bu narsa paydo bo'lib qolyapti. Ikkita a ning kvadrati ab va yana b ning kvadrati bo'lingan 2. Mana yerda yana kvadrat ham bor. O'z-o'zidan 2 bilan 2 qisqarib ketsa va mana bu to'la kvadrat bo'lganligi uchun kvadrat bilan ildiz ham qisqarib ketsa, a kvadrat ab b kvadrat chiqib qolar ekan. Endi buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bu nechini beradi? Mana buni o'zi bu a deb 11 ni belgilagandek 11 ning kvadrati 121 ni beryapti. Mana uni o'zi 11 karata 100 1100 ni beryapti. Mana u 10.000 ni beryapti. Endi buni qo'shib chiqadigan bo'lsak, 11.000 gu 220 yo'q. 11.000 gu 11.000 bo'lsa, bu 2 bo'lsa, 21 bo'lar ekan-da. To'g'ri javob B javob bo'lar ekan.